Assalomu alaykum kuzatuvchilari, Mebel kanalimiz hurmatli obunachilari, sizlar bilan yana har doim Kamina Maqsudbek Karimov. Sizlar bilan yana birgaman. Bahor kelib, so'ri tapchanlar mavsumi boshlandi. Mavsum boshlanishiga qaramasdan bizning kanalda har doim aksiya va skidka narxlarda chiqadi. Bugun ham birinchi o'rsi tomonidan ishlab chiqarilgan so'ri tapchanlar olamiga yetib kelganmiz. Bu joyda ustalarimiz o'zlari ishlab chiqargan juda ham sifatli, sifat darajasi zo'r so'ri tapchanlarni biz sizlarga tavsiya qilamiz. Tabiiyki, sezon bo'lgandan keyin narxlar tabiiy ravishda oshadi, chunki xom ashyolarda mahsulotlarning narxi ko'tariladi, shuning hisobiga bularning ham narxi oshadi. Lekin narxini oshirmasdan biz kanalimizga usta bilan kelishdik. Xudo xolasa aksiya e'lon qilinadi. Agar sizlarga narxlari qiziq bo'lsa, dastlabki xizmatlari qayergacha qilib beriladi, bular ham sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoda o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Ustani o'zi bilan birga sizlarga chiroyli qilib to'liq ma'lumotni beramiz. Sizlar tayyor bo'lsalar, biz ham tayyormiz. Bugungi obzorimizni boshladik. Yana bir bor assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, bugungi obzorimizni boshladik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Savdolar yaxshi bo'lyaptimi? Rahmat, Allohga shukr. Mana shu Mebel kanalida ko'rib turgan hurmatli mijoz akalar, opalarga chiroyli narxlarda sifatli mahsulotlarimizni biz tavsiya va taklif bermoqchimiz. Yana so'rilarimizni har xil assortiment razmerlari bomba narxlarda zo'r qilib chiqarib beryapmiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Usta, dastlabki xizmatlaringiz qayergacha bo'ladi? Dastlabki xizmatlarimiz Andijon shahri bepul, qolgan joylarga dastlabkasi kelishilgan holatda yetkazib o'zimiz qilib beramiz, xudo xolasa. Endi Qirg'iziston, Tojikistonga, Qirg'iziston, Tojikistonga bo'lsa ham kargo xizmatlari ichiga olgan holatda narxini kelishamiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Endi Voha tarafdan qiladigan klientlarimiz biz Isuzu mashinagacha bo'lgan holatda bepulga olib borib beramiz va u yog'iga o'zi kelishilgan holatda olib borib beramiz. Upakovka bo'ladi, albatta. Ha, upakovka ichida qilib beramiz. Gap yo'q. Usta qaysidan boshlaymiz? Xo'p, birinchi arzonrog'idan boshlaylik-da. Arzoni bo'lib ham taxtalari o'ta go'zal holatda, razmerlari ham 2,5 ga 3 deb aytiladi. To'liq holatda metrda mana shu yerdan shu yergacha o'lchaydigan bo'lsak, 240 ga 290 holatda razmeri chiqadi. 4 ta ustuni yong'oq holatda bo'ladi. Ustunidan tashqari, ayollaridan tashqari mana bu reykasigacha hatto hamma yo'g'i sasna mahsulotdan bo'ladi. Bu narxi terak aralashmaydi bularga. Yo'q, terak aralashmaydi. Teraklashadigan bo'lsa aytamiz hamma klientga. Bunimizni narxi o'zi hozir sezon bo'lishiga qaramay 37-38 atrofida sotiladigan oshlar, lekin bir oy davomida xudo xolasa birinchi Mebel kanalidan Mebel kanalidan chiqsanglar 3.500.000 so'mga xuddi shunaqa ko'rinishdagi ishlarimizni qilib beramiz. Andijon shahri bepul. 3.500.000 mi shu? 3.500.000 o'zi narxi ozmoz ko'tarildi. Arzon-ku, ha? Ha, tushunib beryapmiz. Bir 5 million deb o'ylagandim, lekin xudo xolasa chiqaringlar, optim narxlarda ham shunaqa qilib beryapmiz. 3.500.000 optim narx. 10 ta olganga ham shunaqa narx bo'lyapti lekin. Gap yo'q, lekin sifati zo'r. O'ta go'zal holatda. Katalogimiz bor, tashlab beramiz har xil holatda. Lekin xon taxtadan, g'ildiraylardan tashqari so'rini o'zi narxi kelishlarda ularga ham beramiz. Endi bu tortma deb qo'yiladi bu ishimiz. Buni ham aytganimda ustuni yong'oq, qolgan hamma joylari esa sasna mahsulot bo'ladi. Balkalari to'rt qator bo'ladi, pol taxtasi 2 santimetrlik bo'ladi. Xudo xolasa go'zal holatda ishlarimiz. Bunimizning narxi 3.900.000 so'm, o'zi 4.300.000, 4.400.000 sotilib ketadigan ishlar. Endi hozir bozorda 4.300.000 gacha sotiladi. 4.300.000, 4.5 gacha ham sotamiz. 4.5. Bu baloni ham bor. Lekin hozir balonidan tashqari aytyapmiz hozir. Balondan tashqari. Bir xilga odamga kerak bo'ladi, bir xilgisi kerak emas. Hop, 3.900.000 so'm dedi, hurmatli mijozlar. Faqat g'ildiragidan tashqari bir xilga odamga g'ildirak kerak bo'ladi, bir xilgisi kerak bo'lmaydi. O'zi usta g'ildirak necha pul turadi? G'ildirak donasi 50.000 so'mdan, to'ralasi ham tormozli holatda bo'ladi. 180 gradusga aylanaveradi. 200.000 so'm qo'yiladi bitta so'riga. 50.000 ga 4 tasi 200. Lekin hozir 4.5 millionga sotyapman deyapsiz. Bizning kanalda obunachilarga 3.900.000. 3.900.000 ga qilib beraman. 600.000 skidga bo'lyapti kamida. Va o'zi ajdaqa bo'lyapti, 4.5 gacha sotiladigan ishlar o'zi bular. O'zi mana realniy bozorda turibdi. Ha, bozorda Andijon Jahon bozorida savdo qilamiz. Xudo xolasa ko'rib turib tanib olib ketishadi. Ha. Endi xuddi shunaqa ishimizni pol taxtalari trafaret holatda sepilmagan bunimiz 4.500.000 so'mga chiqarib beramiz, xudo xolasa. O'zi 5 ta atrofda sotiladi bu ishlar ham. Usta hozir bu 3.900.000 bilan 4.5 million 500.000 so'm atrofida qo'shiladi. Endi 100.000 so'm 4.400.000 ga qilib beramiz bu ishimizni.
ikkalasi nima farqi bor usta? Farqi mana bu trafaret sepilgan bo'lsa, bunda sepilmagan bo'ladi. Shunisida bir marta yana laklab qo'yiladi-da, shuni hisobiga narxi ozmoz qo'shiladi. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p, bundan keyingi ishimiz yana bu ishimiz. Ketdi. Xo'p, hurmatli mijozlar, endi bunaqa ishimiz ham bor. Hamma yo'g'i 17 santimetrda tayyorlangan taxtalari, mana bu joylari ham sasna mahsuloti bo'ladi. Kerak, MDF yoki laminatlar ishlatilmaydi. Sasna mahsuloti bo'ladi. Go'zal holatda razmeri 2,5 ga 3 deb aytiladi hamma so'rimiz. 240 ga 290 holatda chiqadi. Taxtalar ham xudo xolasa go'zal holatda. Chiroyli qilib Ustullari yong'oq. Ha, ustuni yong'oq bo'ladi. Hamma katta so'rimizga bir xilgina chinor bo'ladi. Hozir holatda yong'oq mahsuloti ishlatiladi. Hozir nima qilamiz? G'ildirasizga keyin xon taxtasiz so'rini o'zi narxini alohida aytamiz. Xo'p, so'rini optim narxi, eng bo'ladigan narxi, hali kelishadigan narxi 3.500.000 ga eng oxirgi beryapti. 500. Aksiya narxida 1-iyungacha. 1-iyungacha. Ha, 1,5 Agar g'ildirak qo'yib bering desak, 50 mingdan to'ttasi 200 ming 200 ming so'm 3.700.000 bo'ladi. Xon taxta bo'ladigan bo'lsa 450-500 ming atrofida qo'shiladi. Qo'shilib. Ha, qo'shiladi. Endi misol kimgadir kerak emas. Kerak emas. Shuni hisobiga Andijon shahri bepul. Hamma so'rimiz. Gap yo'q. Endi birinchi mana bu korona holatdagi mahsulotlarimizni ham tanishtiramiz. Buniki ham xuddi hamma so'rim aytganimdek ustunlari yong'oq holatda bo'ladi. Taxtalari ham o'ta go'zal holatda. Ammo bu taxtalari ham bitta ko'rsatib beraylik. Qalinligi 5 holatda bo'ladi. Bu ancha qalin ishlangan. Ha, ancha qalin. Bu ko'p holatda so'rlarimiz, misol ko'rsataylik-da, shapka qoqiladida, razborka holatda. Menga 5 shapka qalin holatda bo'ladi. O'zi 1 oy davomida bu ishlarimizdan 5 ta 6 tagacha mahsulot chiqadi. Qolgan ishlarimizga nisbatan ozroq chiqadi. Bundan kamroq chiqadi-deng. Ha, kamroq. Oldinlarni ham ko'ryapsiz, xudo xolasa boshqacha qilib ishlangan. Razmeri 2,5 ga 3, 240 ga 290 chiqadi. Bunimizni narxi hozir skidka narxida asli narxi 7 million kampili aytamiz. Hozir so'rini o'zini aytadigan bo'lsam 5.500.000 ga qilib beraveramiz. 5.500.000. 500 ga, ha. Gap yo'q. Endi ikkita so'ri bir xilda mahnaqa olaman desa, koronali holatda bonusiga bitta g'ildira kampiliga qo'yib beraveramiz. Bitta so'riga. Ha, bitta so'riga qo'yib beramiz bonusiga. Koronani. Endi xuddi shu ishimizni mana bundaqa sal ixchamroq anaqalari bor, taxtasi pastroq, sal katta emas. Nisbatan kichikroq ishlangan. Nisbatan kichikroq bo'ladi. Bunimizni narxi 5.200.000, ya'ni $400 ga. Lekin razmerlari bir xil. Razmeri bir xil. So'rini o'zini narxida qo'yib beryapmiz. Akaga hali guliga qilingan qora patina soyalar farqi bor. Ha, lekin nargi taxtamizni biza qalinroq chiqqan. Bunisiga 4 holatda bo'lsa, u 5 holatda chiqadi. Ha, bu 5 holatda, bu 4 holatda chiqadi. Ha, shunisi farq qiladi. Bu ishlarimiz hozir bundan kam chiqadi, nargindan ko'proq narx beramiz. Bundan bitta, ikkita chiqib qoladi chiqsa. Endi balonimiz ham bor. Akalar, mana ishlarimizni qilib beryapmiz. Bu ham dahshat. Pauza qo'yamiz. Hurmatli mijozlar, endi mana shu atirgulli ishlab chiqarilgan mahsulotlarimizni tanishtirib o'tamiz. Hamma qatori ustuni yong'oq, qolgan joyi esa sasna mahsulotida eng toza, zo'r, skromniy ishlarimizdan bittasi hisoblanadi. Pol taxtalari oppoq holatda, taxtalari ham bejirim, ixcham, chiroyli qilib ishlab chiqarilgan so'rilarimiz, tapchalarimizdan bittasi hisoblanadi. Bu atirgul oliy deb nomlab qo'yamiz. Endi hamma narsani ismi bordek. Bunimizni narxi 5 millionga chiqarib beryapmiz. U qishda ham mana narx chiqaruvdik. Hozir ham shu sezonga qaramay 5 million. Lekin hozir ayni sezon bo'lishiga qaramasdan shu narxni chiqarib beramiz. Ha, 5 millionga qilib beraveramiz. 1-iyungacha. 1-iyungacha. Yana qo'yamiz, xudo xolasa narxlarni ko'rishamiz. Narxlari tushunarli bo'ldi, razmerlari. Yana mana shu nomerimizga telefon qilsanglar, bizning manzilimizni, katalogimizni, lokatsiya joylarimizni tashab beramiz. Telegram, WhatsAppingiz bor. Telegram, WhatsApp va hamma kanalimiz bor ijtimoiy tarmoqlarda. Endi bu ishlarimiz arzonroq varianti. Yong'oq sasna mahsulotda ishlab chiqariladi. Bu bunaqa trafaret sepilib qo'ygan hisobiga bu arzonroq chiqadi. 3.900.000 so'mga qilib beramiz bu ishimizni. Usta, shu trafaret sepilgan bilan sepilmaganda yana bitta farqini aytib o'ting. Farqi, monoga bitta yarimta putag'i bo'lsa yopib yuborish uchun bunaqa trafaret sepiladi. Mana oppoq holatda ishimiz trafaret sepilmaydi. Oppoq yog'ochdan putag'i kamroq bo'ladi, bitta yarimta bo'ladimi-da ham. Tushunarli. Chiroyli holatda ishlarimiz. Lekin xizmati bir xil qilaveradi. Xizmati bir xil, pulida farq bo'ladi guli bilan.
Xudo xolasa bizni Andijon shahrida Jahon bozorida savdo qilamiz. Bemalol kelaverasizlar. Payshanba, yakshanba kuni savdo bo'ladi. Razmerlarini aytdingiz? Razmeri 240 ta 290 holatda bo'ladi. Xo'p, narxi? Narxi 3.900.000 mingga qilib beramiz. 3.900.000. Mebelchi kanaldan chiqyapman deb qo'ysin faqat. Bo'ldi, gap yo'q. Endi mana bu ishlarimiz bor. Boshqacha ishlanibdi do'stlar. Do'lana korona holatda deb aytiladi. Razmerlari 210 ga 270 holatda bo'ladi. Taxtalari, balkalari o'rtasida pol taxtani tagida 5 qator bo'ladi, aka. 5 qator. O'rtasida 5 qator bo'ladi. Jo'ch chekasida endi hisoblamayapmiz. Unisi bilan 7 ta hisoblaymiz. O'zi hisoblaymiz. Gap yo'q. Bu so'rimizning narxi 2.600.000 ga qo'yib beramiz. 2.600.000. 200 dollar hozirgi kunda. Andijon shahridan. Andijon shahri bepul dastlab. Gap yo'q. Narxyapti biz sezon hamma narsa sezon payti oshsa biz oshirmadik xudo xolasa shu narxda. Xo'p, endi bu ishimizni tavsiya taklif qilmoqchimiz. Endi arzonroq variantli ishlarimizdan hamma yo'g'i sasni, faqat bu g'altaylaridan tashqari qolgan joyi sasdan. Sababi bu g'altayni sasni ishlasak narxi oshib ketib qoladi. Tol terak mahsulot bo'ladi bu panjarasi. Lekin bu ham xizmat qiladi. Bu yerda ham yo'q moshina zo'r chiqqan. Buni ham tagida 5 qator balkasi bo'ladi. Chiroyli holatda, rangini har xil holatda qilib beraveramiz. Razmeri 210 ga 270 bo'ladi. 210 ga 270. 210 ga 270 bo'ladi. Gap yo'q. Narxi necha pul? Narxi hozir ochig'i 2.500.000 so'm sotilyapti. Hozir Mebelchidan chiqaman desanglar 2.400.000 so'mga qilib berdik. Buni bundan oldingi videolarimizda 2.250 qo'ygandik. Hozir endi taxtalar narxlari oz-moz oshgan hisobiga 150.000 so'm farq qilyapti. 2.400.000 ga qo'yib beramiz. Oxirgi narxini. Gap yo'q. Zo'r. To'g'ri sotamizda hamma narsa savdamizni to'g'risida yolg'on aralashtiramiz kelmaydi. Endi bundan kichkinaroq ishlarimiz ham bor. 2 metrga 2,5 metr holatda ishlarimiz. Balkasi 4 ta, moshina ishlangan, zo'r ishlangan. Rangi har xil holatda tayyorlab berilaveradi. Buni narxi 1.800.000 ga bo'ladigan narxini 1.800.000 ga qo'yib beramiz. Gap yo'q. Yana ishlarimiz bor ko'rsatamiz. Yana ishlarimiz bor. Xo'p, bitta turibdi. Bo'ldi, kamerani olib boshqa ko'rsatamiz. Endi mana bu ishimizni tozalov gul panjarali deb aytiladi. Tozalov gul hisobiga mana bu gul boshqacha lola fasonga o'xshab hamma har xil gul aytishadi. Biz tozalov gul deb nomlab qo'yganmiz bu razmerda. 210 ga 270. Mana bu tortma deb ko'rsatgan so'rilarim bilan razmeri, materiali, mahsuloti bir xil, faqat gulida farqi bor. Puli bilan hamma mahsulot bir xilda chiqarilgan. 210 ga 270. 2.400.000 so'm Mebelchi kanalidan. O'zi 2.500.000 so'm sotyapmiz bozorda. Faqat telefon qilib dastlabki qilib bersin desanglar, qilib beraveramiz. Xudo xolasa Andijon vodiy bo'lib ham dastlabkasini kelishilgan holatda qilib beramiz. Shaharga bepul. Gap yo'q. Endi Mebelchi kanalimiz uchun eng arzon 3 talafli so'rimizni tavsiya qilmoqchimiz. 6 ta odam bemalol o'tiraveradi. 3 ta balkasiga ega mahsulotlarimiz. Razmeri 1.90 ga 2.20 holatda, rangi siz istagan usulda chiqarib beraveramiz. Eng qiziq joyi 1.590.000 ga Andijon shahri bo'ylab bepul dastlabki qilib beramiz. Agar bozorga kelish bo'lsa ham shu narxda shaharcha bepul dastlabki qilib beramiz. Endi bozorga keladigan bo'lsa, yo'q, faqat telefon orqali. Telefon orqali. Bozorga kelib tursanglar endi qilib beraveramiz, bo'ldi, gap yo'q. Andijon, mana shu bizning joyimiz Andijon Jahon bozorida. Mana bu Mirzo Mebel milliy so'rilari. Boshidagi nomer meniki 90lik 414 41, 99lik 611 2101 akamniki, yana bitta 90lik 254 72 73, yana bitta eng katta akamniki. Telefon qilaveringlar uchalasidan bittasiga, xudo xolasa chiroyli narxlarda. Bebozor kunlari ham kelish bo'lsa, bebozor kun telefon qilib kelinglar. Agar biz bo'lmasak 200.000 so'm balandroqga olib olishingiz mumkin. Shuning uchun o'zingiz olsanglar mamnun bo'lasizlar, xursand bo'lasizlar albatta. Buni narxini aytdik. Endi bu narxi 2.5, asha 1.800.000 so'm aytdim. 2.5. Endi tagidagini narxi 210 ga 270, balkasi 5 ta. Hali gullilarni ko'rsatdim-ku. Gullilar ko'rsatdim, bu gulsiz holatdagi
2 million 150 ming so'mga qilib beramiz. 2 million 150. Gap yo'q. Usta yana ko'rsatadigan ishlarimiz bormi yo? Yo'q, endi hammasini ko'rsatdim. Endi bitta ikkitasi qoldi. Endi bir xilda mana shu ishlarimiz ranglari har xil bo'lishi mumkin. Bizda pastdagi 90lik 414 41 nomerimizga Telegram yoki WhatsApp orqali katalogini tashlab beringlar desanglar, biz albatta har xilidan chiroyli qilib sifatlilarini tashlab beramiz. Gap yo'q, usta sizga ham katta rahmat. Xo'p, yana bitta gapim qolib ketdi. Biz telefon orqali so'rayapsizlar, so'ri. Biz albatta mana bu sizga ish yoqib qoldi desangiz, biz mahsulotimizni yaxshirog'ini tavsiya qilamiz, ko'proq. Eng zo'rini sifatli qilib ular asha. Bo'ldi, gap yo'q. Usta sizga ham katta rahmat. Ancha-muncha xato kamchilik bo'lsa, uzr so'rab qo'yamiz obunachilar nomidan. To'xtab turing. Asha, hurmatli kanalimiz a'zolari, Mebelchi kanali obunachilari, bizni kuzatganingiz va maroqli video ko'rganingiz uchun sizlarga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat hammaga, e'tibor uchun. Pastdagi nomerlarimizga aloqaga chiqaringlar, xudo xohlasa. Eng zo'r so'rini sizlarga tavsiya beramiz. Salomat bo'linglar, e'tibor uchun rahmat hammaga. Qadrdonlar, ko'rdinglar, guvoh bo'ldinglar, shu joygacha ko'rganlarga rahmat. Xudo xohlasa telefon qilib sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan xayrlashamiz. Barchalarga katta rahmat.